السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugun ham Tabuk g'azoti voqealarining qo'shimcha tafsilotlarini bayon qilaman. Jad ibn Qays ismli kishining voqeasi zikr etilgan. Bu ham munofiqlardan biri bo'lib, Abdulloh ibn Ubaydan keyin munofiqlarning yana bir katta rahbari edi. U Abdulloh ibn Ubay bilan birga turli fitnalarda mashg'ul bo'lgan. Bu o'sha kishiki, Hudaybiya sulhi paytida ham bay'at qilmagan edi. U ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, jangga bormaslik uchun uzr keltirdi, lekin bu uzr ham g'alati va bema'ni bir uzr edi. Rivoyat qilinishicha, Tabuk g'azoti paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bani Salamaning boshlig'i bo'lgan Jad ibn Qaysga: "Ey Jad, bu yil Bani Asfar, ya'ni rumliklarga qarshi jihodga borasanmi?" dedilar. U: "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga ruxsat bersangiz va meni fitnaga solmasangiz. Allohga qasamki, qavmim ayollarni menchalik sevadigan mendan boshqa odam yo'qligini yaxshi biladi va men rumliklarning ayollarini ko'rib qolsam, sabr qila olmay qolishdan qo'rqaman" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu bema'ni javobni eshitib, undan yuz o'girdilar va "Mayli, boraver, senga ruxsat, sening borishingga hojat yo'q" dedilar. Uning Badr jangida qatnashgan juda ixlosli o'g'li Abdulloh ibn Jad otasining yoniga kelib: "Siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning da'vatlarini nega rad etdingiz? Allohga qasamki, Bani Salama qabilasida sizdan boyroq hech kim yo'q. Na o'zingiz chiqyapsiz va na birovni otlantiryapsiz. Ya'ni biror mujohidning olovini ham ta'minlamayapsiz" dedi. U o'g'liga: "Ey o'g'lim, bu issiq va qiyinchilik paytida Bani Asfar tomon borishda menga nima bor? O'g'lim, men o'z uyimda va o'z hududimda turib ham rumliklar qo'rquvidan qaltirayman" deb javob berdi. "Shunday ekan, men unday odamlar bilan urushish uchun ularning hududiga qanday boraman? Men uyda o'tirgan holda ham qo'rquvdaman. Ey o'g'lim, Allohga qasamki, men katta donishmand va tajribaliman. Men janglar haqida yaxshi bilaman. Go'yoki u super kuch bo'lgan Rum bilan jang qilish donolik emasligini aytmoqchi edi." Bu gaplarning hammasini eshitgan uning ixlosli o'g'lining achchig'i chiqdi va: "Yo'q, Allohga qasamki, bu nifoqdir. Siz shu sababli jangga bormayapsiz va Allohga qasamki, siz haqingizda Allohning rasuliga albatta Qur'on nozil bo'ladi" dedi. Aytishlaricha, otasi poyabzalni olib uning yuziga urdi. O'g'li qaytib ketdi va u bilan gaplashmadi. Bir rivoyatda aytilishicha, Jad ibn Qays haqida quyidagi oyat nozil bo'ldi. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. Ya'ni, va ulardan menga ruxsat ber va meni fitnaga solma deydiganlar ham bor. Aytilishicha, keyinchalik u tavba qilgan va astoydil tavba qilgan va Hazrat Usmon raziyallohu anhu ning xalifalik davrlarida vafot etgan. Keyinchalik unda nifoq qolmagan, balki haqiqiy musulmon bo'lgan. O'sha yerdagi fitnachi odamlar ham bu jang sababli bir joyga to'planib, turli fitnalar uyushtirardilar. Buning tafsilotida avval ham biroz bayon qilingan edi. Ya'ni ular o'zlariga bir markaz qurgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha markazni yo'q qilishga buyurdilar. Uning tafsilotida yozilishicha, Madinada munofiqlar va yahudiylar shunday fitnalar bilan mashg'ul edilar, ya'ni yolg'on mishmishlar tarqatib, musulmonlarning ruhini tushirishga harakat qilishardi va musulmonlarni jangga chiqishdan to'xtatish uchun har xil nayranglar ishlatishardi. Ixlosli va iymoni mustahkam bo'lgan mo'minlar munofiqlarning bu kirdikorlaridan nafaqat xabardor edilar, balki ularni kuzatib ham turardilar, hamda bu odamlar haqidagi xabarlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga yetib turardi. Garchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
o'z rahmatlari va shafqatlari tufayli bu odamlarni afv etgan bo'lsalar ham, lekin tizimga qarshi xavfli fitna bo'lganida uni katta hikmat bilan, lekin qat'iyat bilan tugatish uchun chora ko'rilardi. Bu asosiy qoidani yodda tutish kerakki, agar tizimga qarshi biror gap bo'lsa, unda qattiqqo'llik ham qilinadi. U yerda yumshoqlikka o'rin yo'q. Shunday qilib bu paytda ham xuddi ana shunday chora ko'rildi. Bir rivoyatda kelishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga munofiqlar Josum yaqinidagi Suvaylam yahudiyning uyida to'planishayotgani haqida xabar yetdi. Bu yer Josim Biri deb ham atalardi. Bu Madinadagi bir quduq edi. Munofiqlar odamlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Tabuk g'azotiga borishdan qaytaradilar. Aslida Madinada musulmonlarni bu jangga bormaslik uchun turli xil salbiy tashviqotning barcha fitnalari shu yerda tayyorlanardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Talha ibn Ubaydullohni ba'zi odamlar bilan birga o'sha yerga jo'natdilar va Suvaylamning uyini yoqib yuborishni, ya'ni uni tugatishni, buzib yo'q qilishni buyurdilar. O'sha paytlar uylar xom g'ishtdan qurilgan bo'lardi. Hazrat Talha shunday qildilar. Shunda o'sha joyda bo'lgan barcha odamlar qochib ketdilar. Bu qochib ketganlar orasida munofiqlarga qo'shilgan Zahhok ibn Xalifa ham bor edi. Uyning tomiga chiqib, orqa tomondan pastga sakradi. Natijada oyog'i va bilagi sindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rahmatlari va avflari shunchalik ustun ediki, u zot ularning hech birini na hibsga olishni buyurdilar va na qo'shimcha jazo berdilar. Faqatgina fitnalarning bu maskani, ya'ni bosh qarorgohini yo'q qildilar. Tabuk safariga hamma tayyorgarlik bilan mashg'ul edi. Moliyaviy qurbonliklar ham davom etardi, toki safar xarajatlari ta'minlansin. Kambag'al va muhtoj sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelganlarida tayyorgarlik uchun ularga yordam berilardi. Shuningdek, badavlat kishilar ham ulovi bo'lmagan sahobalarga ulov va boshqa narsalar yetkazib berishardi. Chunki ulovsiz bu safarning imkoni yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ham amrlari bor ediki, biz bilan birga faqat kuchli, safarning mashaqqatini ko'tara oladigan, ulovi va yo'l ozuqasiga ega bo'lgan kishi chiqsin. Shu paytda ba'zi sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga yig'lab keldilar. Ular u zot sallallohu alayhi vasallamdan ulov so'radilar, chunki unga muhtoj edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarni mindirib olishim uchun menda hech narsa qolmadi dedilar. Shunda ular yig'lagan holda qaytib ketdilar. Alloh taolo bu sahobalarning ixlosi va vafosi hamda noilojligini Qur'oni Karimda shunday bayon qilgan. कि वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैह तवल्लौ व अयुनहुम तफीज़ु मिन अद-दम हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिक़ून. Ya'ni va shunday odamlarni ham ayblab bo'lmaydi. Sen ularni jihod uchun biror ot ulovga birga mindirib olishing uchun oldinga keladilar. Shunda sen ularga sizlarni mindirib olish uchun hech narsa topmayman deb javob qilasan. Shunda ular Allohning yo'lida hech narsa sarf qila olmaganliklari sababli ko'zlari yoshga to'lgan holda qaytib ketadilar. Bu Tavba surasining oyatidir. Shu mahrumiyat sababli ularning ko'p yig'laganlari uchun tarix va siyrat kitoblarida ular Baka, ya'ni juda ko'p yig'lovchilar nomi bilan zikr qilinadilar. Ularning soni haqida ixtilof bor. Ba'zi kitoblarda 18 ga yaqin ismlar uchraydi, lekin ko'pincha 7 kishining ismiga kelishilgan. Ular Solim ibn Umayr, Urva ibn Zayd, Abu Laylo Abdurrahmon ibn Kab, Amr ibn Hamom, Abdulloh ibn Mughaffal Muzanni, Harmi ibn Abdulloh va Irboz ibn Soriyalardir. Bir rivoyatda kelishicha, Hazrat Yamin ibn Umayr ibn Kab Nazri, Hazrat Abu Laylo Abdurrahmon ibn Kab
va Hazrat Abdulloh ibn Mug'affal bilan yo'lda uchrashib qoldilar. U ikkovlari yig'lashayotgan edi. U zot nega yig'layapsizlar deb so'radilar. Ular biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bizga ulov berishlarini so'rab bordik, lekin u yerda ham bizga hech qanday ulov berilmadi va o'zimizda ham ulov sotib olishga yetarli mol dunyo yo'q, toki u zot bilan jihodga boraylik deyishdi. Shunda u Yamin ibn Umayr ularga suv tashiydigan bir tuya berdi. U ikkovlon tuyaga egar jabduq qo'yishdi. Bundan tashqari u ularga yo'l ozuqasi uchun biroz xurmo ham berdi va shu tariqa bu ikkovlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jihodga jo'nadilar. Shunday qilib ularning ishi hal bo'ldi. Shuningdek, Hazrat Abbos xabar topgach, u kishi ham ikki sahobaga ulov va yo'l ozuqasi yetkazib berdilar. Qolgan 3 kishiga esa Hazrat Usmon ulov va yo'l ozuqasini berdilar. Shunday qilib bu 7 kishi ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan yo'lga chiqdilar. Shuningdek, Hazrat Abu Muso Ash'ariyning qabilasi odamlari ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga ulov so'rab murojaat qildilar. Ular Hazrat Abu Muso Ash'ariyni o'zlariga vakil qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga yuborishdi. U zot ularga ham sizlarga berishim uchun menda hech narsa yo'q dedilar. Sahih Buxoriy rivoyatida kelishicha, u zot qasam ichib, sizlarga beradigan hech narsam yo'q dedilar. Shunda ular yig'lagan holda qaytib ketdilar. Lekin shu orada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Sa'd ibn Ubodadan tuyalar sotib oldilar va Hazrat Abu Muso Ash'ariyni chaqirtirib, bu tuyalarni olib borib o'zingga va sheriklaringga ber dedilar. Bu voqeaning tafsilotini Hazrat Abu Muso Ash'ariyning o'zlari bayon qilganlar. Sahih Buxoriyda kelishicha, Hazrat Abu Muso Ash'ariy aytadilar: ba'zi ash'ariy odamlari bilan men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga u zotdan ulov so'rash uchun keldim. U zot Allohga qasamki, sizlarga ulov berolmayman va sizlarni mindirishim uchun ulovlarim yo'q dedilar. Shu orada Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga g'animat molidan tuyalar olib kelindi va u zot biz haqimizda so'radilar. O'sha ash'ariy odamlar qayerda dedilar va bizga 5 ta oq o'rkachli tuya berishni buyurdilar. Biz ketganimizda o'zimizga biz qilgan ish bizga hech qachon muborak bo'lmaydi. Biz u zotning huzurlariga qaytib borib, sizdan ulov so'ragan edik. Siz esa bizga ulov bermaslikka qasam ichgan edingiz. Siz bizga ulov bermayman deb qasam ichganingizni unutdingizmi dedik. U zot, men sizlarga ulov bermadim, balki Allohning o'zi sizlarga ulov berdi va men Allohga qasamki, agar biror qasam ichsam-u, so'ngra undan boshqa ishni yaxshiroq deb bilsam, inshaalloh albatta o'sha yaxshiroq ishni qilaman va o'sha qasamning kaforatini ado etaman dedilar. Bu qasamni men ichgan edim, lekin keyinchalik muhayyo qilindi, ya'ni Alloh taolo muhayyo qildi. Agar menda shunday qasam ichganligim haqida shubha bo'lsa ham, lekin uning o'rniga yaxshiroq ish ko'rinsa, men qasamni buzaman va uning kaforatini ado etaman. Boshqa bir rivoyatda Hazrat Abu Muso Ash'ariydan shunday rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: sheriklarim meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga ular uchun ulov so'rashga yuborishdi. Chunki ular ham u zot bilan Jayshul Usrada edilar. Bu esa Tabuk g'azotidir. Men ey Allohning nabiysi sallallohu alayhi vasallam, sheriklarim meni sizning huzuringizga bizga ulov berishingizni so'rab jo'natishdi dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam Allohga qasamki, sizlarga beradigan ulovim yo'q dedilar. Men tasodifan u zotdan biroz achchiqlangan paytlarida so'radim va men buni bilmagan edim. Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bu rad etishlaridan va Nabiy sallallohu alayhi vasallam qalblarida mendan norozi bo'lib qolmagan bo'lsinlar degan qo'rquvdan g'amgin bo'lib qaytdim. Men sheriklarimning oldiga qaytib kelib, Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima degan bo'lsalar ularga aytdim. Ko'p o'tmay men Bilolni Abdulloh ibn Qays deb chaqirganlarini eshitdim.
Men u zotga javob berdim. U zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga boring, sizni chaqiryaptilar dedilar. Bu o'sha yerdagi chaqirish, e'lon qilish uslubi edi. U yerda mikrofonlar yo'q edi. Shunday e'lon qilinardi. Men u zotning huzurlariga kelganimda, u zot mana bu juft tuyalarni ol dedilar va u zot ular uchun 6 ta tuyani o'sha vaqtda Hazrat Sa'ddan sotib olgan edilar. U zot bor, sheriklaringning oldiga olib bor va ularga ayt, Alloh yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarga bularni minishingiz uchun beryaptilar. Bunga mininglar dedilar. Shunday qilib men o'sha tuyalarni olib ularning oldiga bordim. Men Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu tuyalarni sizlarga ulov uchun berdilar. Lekin men sizlarning ichingizdan biron kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'sha gapni eshitgan kishi bilan birga bormaguncha Allohga qasamki sizlarni mindirmayman, toki o'sha kishi men sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytmagan biror gapni aytmaganligimni tushunsin dedim. Ular biz sizni o'zimizga rostgo'y deb bilamiz deyishdi. Chunki avvaliga u Abu Muso Ash'ariy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rad etganlarini aytgan edi. Abu Muso juda ehtiyotkor edi. U odamlar birinchi martasida u o'zicha rad etibdi-da, chunki sal o'tmay tuyalarni olib keldi deb o'ylab qolishlaridan qo'rqdi. Haqiqat shundaki, agar oralaringizdan kimdir o'sha yerda bo'lgan bo'lsa, uni chaqiringlar toki u mening guvohim bo'lsin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam avval shunday javob berganlar va keyinchalik tuyalar muhayyo bo'lgan. Har holda odamlar biz sizni rostgo'y deb bilamiz va biz siz xohlagan narsani albatta qilamiz deyishdi. Hazrat Abu Muso ulardan bir necha kishini olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplarini eshitgan odamlarning oldiga bordilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avvaliga ularga berishdan bosh tortganlarini, keyin esa berganlarini. Ular ham Hazrat Abu Muso ularga aytgan gapni tasdiqladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qasam ichganlari haqidagi bu izohni, ya'ni uning sababi nima va qasamning ahamiyati qanaqa ekanligini Hazrat Muslihi Maud bir tafsirlarida bayon qilganlar. U zot raziyallohu anhu yozadilar. Bu yerda bir savol tug'iladi. Agar u zot sallallohu alayhi vasallamda ulov yo'q bo'lsa, nega Allohga qasamki sizlarga ulov bermayman deb qasam ichdilar? Qur'oni Karim, hadislar va tarixdan ma'lumki, haqiqatan ham u zotda ulov yo'q edi. Qasamning ma'nosi esa biror narsa mavjud bo'lib, uni berishdan bosh tortilsa bo'ladi. Endi birov men oyning oldiga bormayman yoki men quyoshning oldiga bormayman deb qasam icha oladimi? Yoki biror kishi men birdaniga filni yutolmayman deb qasam ichadimi? Xuddi shunday. Savol shundaki, agar u zotda ulov yo'q bo'lsa, nega qasam ichdilar? Buning javobi shuki, madaniyatsiz va odobsiz odamlar qasam ichilmaguncha boshqaning so'ziga ishonmaydilar. Ba'zan bizning oldimizga falon ishimizni qilib bering deydigan odamlar kelishadi. Biz bu ishni qila olmaymiz desak, ular siz hamma narsani qila olasiz deyishadi. Go'yoki biz qila olamiz-u, lekin qila olmaymiz deb yolg'on gapiryapmiz. Xuddi shunday o'sha odamlar ham madaniyatsiz va odobsiz edilar. Ular yangi kelgan edilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sodiqliklari, viqorlari, buyukliklari va oliy axloqlari haqida bilmasdilar. Ularga menda ulov yo'q deganlarida ular ulov bor, lekin u zot inkor etyaptilar deb tushunishdi. Shuning uchun ular siz podshohsiz, nega sizda ulov bo'lmasin deb turib olishdi. Bundan tashqari, arab xalqining odati borki, qasam ichilmaguncha ular biror so'zdan taskin topmaydilar. Arzimas gaplarda ham vallohi, billahi, so'ngra tallohi deb turadilar. Shuning uchun ularning ulov so'rab turib olishlariga yagona javob qasam ichish edi. Chunki bu odamlar u zotning javoblarini uzr va bahona deb tushungan edilar.
Shu sababli u zot ularning taskin topishi va ortga qaytishi uchun qasam ichdilar. Ular ketgach, keyinroq ulov ham keldi va u zot ularni qayta chaqirib, ulov berdilar. Demak, o'sha qasam mening vaqtimni zoya ketkazmang va turib olmang ma'nosida edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytganlari bu bir ifoda edi. Garchi og'izdan aytilmagan bo'lsa ham, ifoda shu ediki, vaqtimni zoya ketkazmang va turib olmang. Ulovni esa berdilar. Zero bu yaxshilik qilish imkoniyati edi va u zot sallallohu alayhi vasallam bu imkoniyatni zoya qilishni istamadilar. Men avval ham o'qib bergan Tavba surasining 92-oyati to'g'risida Hazrat Muslih Maud raziyallohu anhu shunday bayon qilganlar. कि वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व अयुनहुम तफीज़ु मिन अद-दम हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिqun. Ya'ni va shunday odamlarni ham ayblab bo'lmaydi. Sen ularni jihod uchun biror ot ulovga birga mindirib olishing uchun oldinga keladilar. Shunda sen ularga sizlarni mindirib olish uchun hech narsa topmayman deb javob qilasan. Shunda ular Allohning yo'lida hech narsa sarf qila olmaganliklari sababli ko'zlari yoshga to'lgan holda qaytib ketadilar. Hazrat Muslih Maud raziyallohu anhu bu oyatning tafsirida shunday yozganlar. Bu oyat umumiy ma'noga ega, lekin ishora qilinayotgan shaxslar jihodga chiqishga oshiqayotgan, ammo dillaridagi istakni amalga oshirish uchun mablag'ga ega bo'lmagan 7 nafar kambag'al musulmon edilar. Bu odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, bizga ulov bersangiz deb iltimos qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, afsuski men hech qanday tadbir qila olmayman dedilar. Shunda ular juda katta aziyat chekdilar. Ko'zlari yoshga to'lib qaytib ketdilar. Rivoyatlarga ko'ra, ular ketishgandan so'ng Hazrat Usmon 3 ta tuya berdilar va 4 ta tuyani boshqa musulmonlar berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir kishiga bittadan tuya berdilar. Qur'on bu voqeani o'sha kambag'al musulmonlarning ixlosini, moliyaviy imkoniyati bor, safarga chiqish uchun vositalari mavjud bo'lgan, lekin yolg'on uzrlar qidirgan kimsalar bilan taqqoslab ko'rsatish uchun bayon qilgan. Bir tomonda kambag'allarning holati bir jo'shqinlik, g'ayrat va iymon, boshqa tomonda esa o'zlarini musulmon deb atayotgan, lekin nifoqqa to'la bo'lgan badavlat odamlar. Bu oyatdan shu ham ma'lum bo'ladiki, Madinada qolib ketganlarning hammasi ham munofiq emas edi, balki ba'zilarida jihodga borish uchun kerakli jihoz yo'qligi sababli qolishga majbur bo'lganlar. Aksincha, ular orasida ixlosli musulmonlar ham bor edi, lekin ular bora olmadilar, chunki ularda safarga chiqish uchun kerakli vositalar yo'q edi. Hazrat Muslih Maud raziyallohu anhu bayon qiladilar. Musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning biz Shom tomonga yo'l olamiz degan e'lonlariga ixlos va jo'shqinlik bilan ko'p qurbonliklar qilishga kirishdilar. Kambag'al musulmonlarda jang uchun kerakli jihozlar qayerdan bo'lsin? Ularda hech narsa yo'q edi-da. Hukumat xazinasi ham bo'm-bo'sh edi. Faqatgina badavlat birodarlari ularga yordam berishi mumkin edi. Shunday qilib, har bir kishi qurbonlik qilishda bir-biridan o'zib ketishga harakat qildi. O'sha kuni Hazrat Usmon o'z pullarining aksariyat qismini, ya'ni 1000 tillo dinorni, o'sha vaqtda 25,000 rupiy, hozir esa uning qiymati millionlarga teng, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatlariga taqdim etdilar. Shu kabi sahobalar o'z imkoniyatlariga qarab sadaqalar berishdi va kambag'al musulmonlar uchun ulov, qilich yoki nayzalar taqdim etishdi. Sahobalarda qurbonlik qilishga shu qadar jo'shqinlik bor ediki, Yamandan islomni qabul qilib, Madinaga hijrat qilgan va juda qashshoq holda yashayotgan ba'zi odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam,
bizni ham o'zingiz bilan olib ketsangiz, biz boshqa hech narsa istamaymiz. Faqat o'sha yerga yetib olishimiz uchun kerakli jihozlar bo'lsa bas deyishdi. Qur'oni Karimda bu odamlar quyidagi so'zlar bilan zikr qilingan. Avval o'qilganidek: कि वला अलल्लज़ीन इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून. ya'ni jangda ishtirok etmagan odamlar gunohkor emaslar. Chunki ular sening huzuringga, sen ularga jang maydoniga yetib borishlari uchun biror zarur anjom bersang deb kelgan edilar. Lekin sen ularga sizlarni mindirishga hech narsa topa olmayman deb aytding. Shunda ular sening majlisingdan turib ketdilar. Ko'zlaridan yosh oqib, afsuski, bugun islom xizmatini qilish uchun nafaqa qiladigan hech qanday mollari yo'qligidan g'amgin edilar. Abu Muso Ash'ariy bu odamlarning boshlig'i edi. Undan o'sha paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nima so'ragani haqida so'ralganda, u: Allohga qasamki, biz tuya ham, ot ham so'ramagan edik. Biz faqat yalangoyoq ekanimizni aytgandik. Bizda hatto oyoq kiyimi ham yo'q. Buncha uzoq safarni yalangoyoq bosib o'ta olmaymiz. Agar bizga faqat bir juft oyoq kiyimi berilsa, biz poyabzal kiyib yugurgancha birodarlarimiz bilan bu jangga qo'shilish uchun yetib boramiz degan edik, deya javob berdilar. Shunaqa jo'shqinlik mavjud edi. Bu Tabuk g'azotiga ketilar ekan, Madinada o'rinbosar qoldirish haqida turli xil rivoyatlar mavjud. Bir rivoyatga ko'ra, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hazrat Muhammad ibn Maslamani Madinaga o'zlarining amiri etib tayinlaganlar. Bundan tashqari Hazrat Sabboh ibn Arafa, Hazrat Ali va Hazrat Abdulloh ibn Ummu Maktumning nomlari ham keltiriladi. Agar bu turli rivoyatlarning mos kelishi, ya'ni bu 4 ismning ham to'g'riligini qanday tushunish mumkinligini ko'rib chiqsak, bir javob shuki, bu 4 kishining hammasi noib qilib tayinlangan, lekin ularning mas'uliyatlari farqli bo'lgan. Hazrat Alining mas'uliyatlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oila a'zolariga qarash edi. Hazrat Muhammad ibn Maslama Madina ahlining umumiy ishlariga mas'ul edilar. Hazrat Abdulloh ibn Ummu Maktum esa namozlarga imomlik qilishga mas'ul edilar. Hazrat Sabboh ibn Arafa avval Madinaning umumiy noibi etib tayinlangan, so'ngra u zotning o'rniga Hazrat Muhammad ibn Maslama nomzod qilingan. Bu uzoq safar bo'lgani uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hazrat Alini o'z ahli xonadonlaridan xabar olish va uy xo'jaligi ehtiyojlarini qondirish uchun Madinada qolishga buyurgan edilar. Ishi faqat ayblash va haqorat qilish bo'lgan munofiqlar Hazrat Alining Madinada qoldirilgani haqida shunday gap so'z tarqata boshladilar. U Nabiy sallallohu alayhi vasallamga yuk bo'lgan. Shuning uchun u zot uni o'zlari bilan olib ketmaganlar. Bu haqoratlarni eshitib yoki atrofdagi munofiqlarni ko'rib, Hazrat Alining o'zlari tashvishga tushdilar va qurollarini olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatlariga yetib keldilar. U zot sallallohu alayhi vasallam hali Madinadan 3 kilometr uzoqlikdagi Jurf joyida turgan edilar. Hazrat Ali o'z tashvishlari va hayajonlarini aytib, meni ayollar va bolalar orasida qoldirdingiz. Axir men kuchliman va imkoniyatim ham bor, dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Aliga tasalli berib, uning qadr-qimmatini oshiruvchi so'zlarni aytdilar. U zot Hazrat Aliga shunday dedilar: अला तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलत हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु लैसा नबियुन बादी. ya'ni, ey Ali, sen men uchun Horunning Muso uchun bo'lgan o'rnida bo'lishingga rozi emasmisan? Faqat shu farqi borki, sen mendan keyin nabiy emassan. Ya'ni, Hazrat Muso Tur tog'iga borganlarida Hazrat Horun u kishining o'rinbosarlari bo'lganlar, lekin u zot nabiy ham edilar. Sen ham mening o'rinbosarim bo'lasan.
lekin nabiy bo'lmaysan. Tabuk g'azoti uchun musulmonlarning soni haqida yozilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jangga tayyorgarlik ko'rish uchun barcha zohiriy sabablarni amalga oshirgandan so'ng duoga yuzlandilar va tayyorgarlik boshlangandan to Tabuk tomon yo'lga chiqqunga qadar mana shu duoni o'qib turdilar. اللهم إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض. Ya'ni, ey Allohim, agar bu kichik jamoa halok bo'lsa, unda bu yer yuzida senga ibodat qiluvchi hech kim qolmaydi. G'alati tasodifdirki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng birinchi g'azotlari, ya'ni Badr g'azoti paytida ham, shuningdek u zotning bu oxirgi g'azotlari paytida ham bu duoning zikri uchraydi. Har holda, qattiq yoz mavsumida uzoq safar va boshqa ko'plab muammolar hamda munofiqlarning tashviqotlariga qaramay 30 ming kishidan iborat juda katta qo'shin tayyor bo'ldi. Bu qo'shinda 10 ming otliq bor edi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi har qanday g'azot uchun eng katta lashkar edi. Lashkarning soni turli rivoyatlarda turlicha ko'rsatilgan. Bir rivoyatga ko'ra 40 ming degan son ham bor. Boshqa bir rivoyatda esa lashkarning soni 1000 deb ham zikr qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan 10 ming ot yoki ba'zilarning fikriga ko'ra 12 ming ot bor edi. Tarixchilarning aksariyati 30 ming sonida ittifoq qilganlar va tarixchilarning aksariyati 30 ming haqidagi rivoyatni to'g'ri deb aytganlar. Bu bir taxmin edi, chunki o'sha paytda mujohidlarni sanash uchun keyinchalik Xulafoi Roshidin davrida joriy qilingandek hech qanday ro'yxat yoki qaydnomalar yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansorlarga va arab qabilalarining har bir shohiga kichik bayroq yoki katta bayroq tayyorlashni buyurdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotida eng katta bayroqni Hazrat Abu Bakrga topshirdilar. Bundan tashqari Hazrat Zubayr, Hazrat Usayd ibn Huzayr, Hazrat Abu Dujona yoki ba'zi rivoyatlarga ko'ra Hazrat Hubob ibn Munzirga ham bayroqlar berilgan. U paytda karvonlar yo'lga chiqqanida yo'llarni yaxshi biladigan biror yo'lboshchi ham tayinlanardi. Bu tayinlanish haqida zikr qilinishicha, Tabuk g'azoti paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'lboshchi sifatida Alqama ibn Fag'vo al-Huzoyini va uning otasini tanladilar. Ular yo'llarni yaxshi bilardilar va tezroq to'g'ri yo'ldan olib borishlari mumkin edi. Hazrat Ka'b ibn Molik raziyallohu anhu aytadilar: Nabiy sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azoti uchun payshanba kuni yo'lga chiqdilar va u zot payshanba kuni safar qilishni yaxshi ko'rardilar. Odatdagi tartibga ko'ra odamlar Madinadan uzoq bo'lmagan Saniyatul Vado degan joyda to'plana boshladilar. Barcha tayyorgarlik tugagach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinadan Tabuk tomon yo'lga chiqdilar. Munofiqlarning raisi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham o'zining so'nggi munofiqona nayrangi sifatida xuddi musulmonlar bilan Tabukka tayyorlanayotgandek taassurot qoldirib, Saniyatul Vadoning pastki tomonidagi Zubo tog'ida lashkari bilan qarorgoh qurgan edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shinga tayyorgarlik ko'rishga buyurgan zahoti Abdulloh ibn Ubay o'z lashkari bilan, aytishlaricha uning lashkari ancha katta edi, Madinaga qaytib kelib shunday dedi: bu musulmonlar rumliklar bilan bo'ladigan jangni o'yin deb o'ylashyapti. Bu o'yin emas. Rum juda katta imperiya. Bunday qattiq issiqda va bunday sharoitda bunchalik uzoq safarga chiqish aqlli ish emas, dedi. U men Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sheriklarini rumliklar qo'lida asir sifatida ko'ryapman, dedi. Shunday deb u qaytib ketdi. Uning maqsadi ehtimol musulmonlarning ruhi tushib, balki ba'zi musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ajralib ketar deb o'ylagandi. Lekin u har doimgidek
muvaffaqiyatsiz qaytib ketdi. U Uhud jangida ham xuddi shunday qilgan edi. O'shanda ham musulmonlar lashkari bilan biroz yo'l yurib, keyin yo'lda 300 nafar sherigi bilan ortga qaytgan edi. Holbuki musulmonlarning umumiy soni 1000 kishi edi va 700 kishi qolgandi. Bu esa ancha katta qo'shin edi. Shuningdek, bu g'azotda bir qul o'z xo'jayinining ruxsatsiz qo'shilish uchun kelgani ham zikr qilinadi. U zot sallallohu alayhi vasallam bu haqda xabar topganlarida ruxsatsiz qo'shilgan qulni ogohlantirdilar va qaytgin dedilar. Rivoyatning tafsirida yozilishicha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Saniyatul Vadoda qarorgoh qurganlarida o'z hojasining ruxsatsiz kelgan qurolli qulni ko'rib qoldilar. U zot unga sen hojangdan ruxsat so'radingmi deb so'radilar. U yo'q dedi. U zot hojangning oldiga qaytib ket dedilar va biz bilan urushda qatnashma. Agar jangda o'ldirilsang, do'zaxga kirasan dedilar. Ya'ni bu ham iymonli bo'lishning va omonatga rioya qilishning talabidir. Ya'ni xo'jayindan ruxsat olish kerak. Har holda bu g'azotning qo'shimcha tafsilotlarini inshaalloh kelgusida ham bayon qilaman. Bu gal men ba'zi marhumlar haqida ham zikr qilmoqchiman. Ularning janozalarini keyin o'qiyman. Birinchi zikr Indoneziyadagi jamoat da'vatchisi muhtaram G'ulom Muhyiddin Sulaymon sohibnikidir. U kishi o'tgan kunlarda 67 yoshda vafot etdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U kishining bobolari Hoji Damini sohib 1932-yili Mavlono Rahmat Ali sohibning qo'llarida bayat qilgan edilar. Boshlang'ich ta'lim olgandan so'ng marhum keyingi ta'limni olish uchun Ravvaga bordilar va u kishi Ravvadagi jomiyada maxsus sinfga qabul qilindilar. U kishi 1985-yil iyul oyida u yerdan shahodatul ajonib imtihonini topshirib Indoneziyaga qaytdilar. Bu 4-xalifa davrlarida bo'lgan. U zot u kishini Indoneziyada Jakarta va u yerdagi turli shaharlarga tayinladilar va u kishi mintaqaviy voiz sifatida xizmat qildilar. Shuningdek, markaziy qo'mitalarning ham a'zosi bo'ldilar. U kishining xizmat muddati qariyb 40 yilga yaqin. U kishining ortida 2 o'g'il va 1 qiz qoldi. Marhumning bir o'g'illari Muslihiddin Ehson sohib ham jamoat da'vatchisi bo'lib o'sha yerda xizmat qilmoqdalar. U kishi bilan uchrashgan barcha qarindoshlar va yaqinlar bu so'zlarni izhor qildilar. Marhum ixlosli, sodda va nihoyatda mehribon inson edilar. Hayotlarini doimo din xizmatiga, Ahmadiyya jamoatiga va boshqalarning manfaatiga bag'ishlagan edilar. U kishida kamtarlik, muloyimlik va prinsipiallik yaqqol namoyon bo'lgan. Kimki u kishi bilan uchrashsa, u kishining samimiyati va sodda tabiatdan ta'sirlanmay qolmasdi. Ta'lim va tarbiya sohasidagi xizmatlari tahsinga loyiq. U kishi doim ilm bilan birga axloqqa ham katta ahamiyat berganlar va yangi avlodni yaxshi xulq va iymon asosida tayyorlash haqida doim qayg'urganlar. Da'vat ishida ham jon-dildan ishtirok etib, doim ixlos, viqor va muhabbat bilan o'z risolasini yetkazganlar. Xalifalikka bo'lgan munosabatlari chuqur edi. U kishining vafodorligi ibratli edi. Allohga tavakkul qiluvchi inson edilar. Oxirgi kunlarida katta sabr va matonat ko'rsatdilar. Kasallikda ham tillariga hech qanday shikva shikoyat olmadilar va doim shukr tuyg'ularini izhor qildilar. Alloh taolo marhumni mag'firat etsin va o'z rahmatiga olsin. Ikkinchi janoza muhtaram doktor Muhammad Shafiq Sahgal sohibnikidir. U kishi Multon tumanining amiri bo'lganlar. Keyinchalik Ravvadagi Tahriki Jadidning noib vakilut tasnifi ham bo'lganlar. U kishi ham o'tgan kunlarda vafot etdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhum Alloh taoloning marhamati bilan vasiyat tizimi a'zosi edilar. U kishining ortida 3 o'g'il qoldi. Marhumning oilasiga Ahmadiyat u kishining otalari marhum Miyon Muhammad Umar Sahgal sohib orqali kirib kelgan. U kishi 2-xalifalik davrida Ahmadiyatni qabul qilganlar
Doktor Sahgal fan doktori edilar. Maktabni tugatgandan so'ng o'zlarini vaqf qildilar va Hazrat Muslih Maud xizmatlariga taqdim etdilar. U zot u kishiga ta'lim olishni buyurdilar. O'sha paytda Fazli Umar tadqiqot markazini qurish rejasi bor edi. Shunday qilib, ilm olish uchun kimyoga qiziqqanlari bois u kishi avval kimyo sohasida magistraturani tamomladilar. So'ngra Buyuk Britaniyada kimyo bo'yicha doktorlik darajasini oldilar. U kishiga, shuningdek, ustozlardan biriga Nobel mukofoti sovrindori bo'lish sharafi ham nasib etgan. U kishi qaytib kelganlarida institut darhol qurilmaganligi bois Hazrat Muslihi Maud u kishini o'sha joyga ishga qo'ymadilar. U kishi bekor yurganlarida otalari jamoatga ehtiyoj bo'lmaguncha unga mening biznesimda sherik bo'lishga ruxsat bersangiz dedilar. Shunday qilib u kishi otalari bilan biznesga kirishdilar. Ammo shu bilan birga turli lavozimlarda jamoat xizmatini qilishga ham muvaffaq bo'ldilar. Qariyb 14-15 yil davomida Multon tumanining amiri sifatida xizmat qilish sharafiga ega bo'ldilar. Shuningdek, Furqon Forsga ham qo'shildilar. Hazrat Xalifatul Masih Ar-Robiy, ya'ni 4-xalifa davrlarida Kalkuttada ikki oila o'rtasida uzoq davom etgan mojaro bor edi va ular u kishining qarindoshlaridan ham edi. Hazrat Xalifatul Masih Ar-Robiy u kishini u yerga tekshiruv komissiyasi sifatida yubordilar va u kishi masalani juda yaxshi hal qildilar. Hazrat Xalifatul Masih Ar-Robiy u kishiga, bilaman, siz qarindoshlikka ham qaramaysiz va juda halol qaror chiqarasiz deb ishonch bildirgan edilar va shunday bo'ldi ham. 1991-yili Hazrat Xalifatul Masih Ar-Robiyning ko'rsatmalari bilan Ugandaga ham bordilar. U yerda yog' zavodini o'rnatish kerak edi. U kishi o'z nazoratlari ostida o'sha yerda yog' zavodini qurdirdilar. Shuningdek, Afrikaning yana 3 ta boshqa mamlakatida va bir Yevropa mamlakatida ham u kishiga ba'zi mas'uliyatlar topshirildi. U kishi bularni ado etdilar. U kishi o'z biznesini qilsalar ham, Multonda o'zlarining yirik oziq-ovqat yog'i zavodi bor edi. Doim shu his ustun edi. Men hayotimni vaqf qilganman va o'z biznes mashg'ulotlarini ham jamoat ishlari uchun qurbon qilardilar. 2003-yili u kishi menga, endi men vaqf qilishni, qolgan hayotim bo'yi xizmat qilishni istayman deb yozdilar. Shunda men u kishini Tahriki Jadidda noib vakilut tasnif lavozimiga tayinladim. U kishi o'qimishli edilar, farosatlari yaxshi edi, diniy ilm ham bor edi. Shuning uchun bu ishni juda yaxshi bajardilar. U kishining o'g'illari Mahmud Sahkal sohib aytdilar, u kishi faol, maqsadli va ibodatli hayot kechirish sharafiga ega bo'ldilar. Qur'oni Karimni tilovat qilish va uning mazmuni haqida tafakkur qilish u kishining alohida xususiyatlaridan edi. U kishining vafotidan qayg'urganlarning aksariyati u kishining fe'l-atvori muloyim, mehribon edilar, ixlos tuyg'usi bilan to'la edilar, mehribon inson edilar va tarbiya qilishda juda chiroyli uslublari bor edi deyishdi. U kishi tarbiya qilishda bizga doim jamoat tizimiga itoat etishni targ'ib qilardilar va o'z fikringizni faqat tegishli forumda aytinglar, har joyda gapirmanglar der edilar. Agar biror isloh talab qilinadigan narsani ko'rsanglar ham, doim siz odamlarga qaramang, mansabdorlarga qaramang. Siz zamon xalifasiga bayat qilgansiz. Faqat shuni yodda tutingki, biz nimani aytmoqchi bo'lsak, faqat zamon xalifasiga aytishimiz va u zotga vafodorlik ahdini ado etish kerak derdilar. Alloh taolo u kishini mag'firat etsin va o'z rahmatiga olsin. 3-zikr Bushro Parvez Minhoz xonimnikidir. U kishi AQShdagi Parvez Minhoz sohibning rafiqalari edilar. U kishi ham o'tgan kunlarda vafot etdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U kishi Chaudhary Fazl Ahmad sohibning Karimnagar Nusratobod jamoatining sobiq menejeri qizlari edilar. Turmushga chiqishlaridan oldin ham Sind viloyatining Haydarobod shahrida Lajnada ko'p xizmatlar qilganlar. Keyin Ravalpindida yashaganlar. Bu yerda ham xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lganlar.
U kishi Haydarobod va Pindida Lajna uyushmasining rahbari bo'lganlar. Turmush o'rtoqlari bilan Amerikaga ko'chib o'tgandan so'ng u yerda ham o'z hududida noib sadr, ya'ni rahbar o'rinbosari sifatida xizmat qilish sharafiga muyassar bo'ldilar. U kishi namoz va ro'zaga rioya qiluvchi, tahajjud o'quvchi, Allohga tavakkul qiluvchi, xilofatning fidoyisi, mehmondo'st, xushmuomala, insonlarga naf keltiruvchi, kambag'allarga yordam beruvchi, juda taqvodor va ixlosli ayol edilar. Moliyaviy qurbonliklarda va chandalarda muntazam va jonkuyarlik bilan ishtirok etardilar. U kishining xilofat bilan munosabatlari juda chuqur edi. Doim maktub yozib, mendan ham duo qilishni so'rardilar. Marhuma vasiyat tizimi a'zosi edilar. Farzandlari yo'q edi, lekin boshqalarning bolalariga juda mehribonlik qilardilar. Alloh taolo u kishini mag'firat etsin va o'z rahmatiga olsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.